Assalomu alaykum yurtdoshlar. Brilliant sotadigan Salomat opani boshqa kiyim yo'q deb o'ylashinglar. O'zini kamtar. Shunaqa bechara qilib. Har bitta to'yga bittadan ko'ylak olinadi-da. Ovsinida bor Brilliant, unda bo'lmasligi kerak. Yakutiyani Brilliant boqishi zo'r narsa, eng ideal tosh. Olish ham qiyin, bizlar sotishimiz ham qiyin bo'lib ketadi. Shuning uchun 585 ta qilinadi bular. O'rtasi naturalniy rubin. Ko'rsatyapmiz taqinchoqlarda, lekin narx-navosini nega yozmayapsizlar, aytmayapsizlar deb baribir savol berishinglar mumkin. Endi hamma narsani ochiqcha aytib qo'ysak ham qizig'i qolmaydi-da. O'zinglar Toshkent shahrida joylashgan Chorsu Gold Centerga kelib, 2-qavatga chiqib, 29-do'konga kirib, Edem Gold do'koniga kirib, ana Salomat opa bilan bemalol yuzma-yuz gaplashib, narx-navolarni kelishib, sindirib olib ketsanglar boshqacha bo'ladi, to'g'rimi? Ha, pulini uchini ko'rsatsalar, yarim pulga qaytib tashimiz. Maydalab o'tirmay uzukdan 750 proba shapart yoki tissot soatlarni tilla soat. Qayerda ko'rgansizlar shunaqa sharoit? Qaranglar, taqinchoq olib yana qo'shimchasiga tilla soatlar, tilla taqinchoqlar olasizlar. Bonusiga tekin. Kelib faqat Brilliant olish kerak, tamom.